Bizga xush kelibsizlar. Sizlar tashrif buyurgan ko'rib turganimiz saroy Qo'qon xonlaridan so'nggisi Said Muhammad Xudoyorxon tomonidan 19-asrda 1865-70 yillar davomida qurdirilgan. Qo'qon xonlari tomonidan jami bo'lib xuddi shunaqa 7 ta saroy qurdirilgan, lekin afsuski 6 ta saqlanib qolmagan. Shu oxirgi 7-si saqlanib qolgan. Yaqinroqqa kelamiz, orqadagilar bittadan boshlashimizning shu sababi borda. Tashqi tarafi to'liq koshullar bilan bezatib chiqilgan, koshullar loydan qilingan va qumlarda pishirilgan g'isht bo'laklari mohir ustalar tomonidan bezatib chiqilgan. Binoni peshtoqiga, ya'ni eng yuqori qismiga fors tilida kitobalar yozilgan. Kitobalar Qur'on oyatlari hamda hikmatli so'zlar. Chap bo'lagimizga yozilyapti. Arki Oliy Said Muhammad Xudoyorxon hijriy 1287-yil. Chap tarafimiz davomiga yozilyapti. Bizdan ustun kelganlarni, payg'ambarni, kokirlari hurmati o'zing daf qilgin, yaratganga xitoban aytilyapti. Va bu tarafimizga ham turli xil chiroyli shunaqangi so'zlar yozilgan. O'ng tarafimizda endi ko'proq ustunlar saqlanib qolgan. Mana ko'rib turibsiz, turli xil xalqning ichida yuradi, dor qilingan, dorga osilgan degan, lekin unday vazifani bajarmagan. Asosiy vazifasi binodagi namlikni topib, tashqariga chiqarib yuborish, ikkinchisi chiroqlar ilinib bino yoritilgan.